Necha kishi yig'ilamiz o'zdachaga? 14 ta bo'ldik, kelyapsanmi? Kayf 14 kishi. 14 kishi dacha kishi bo'lsa kerak a. 10 kishi qoldik. 4 kishichi. Bormas ekan. Chiqsa yo'lda to'xtab o'tamiz, kontrakt. Uzunmi jinnisi bor ekan, u kishiga qancha oling? O'sha 8 kishi qoldingda. 2 kishimi? Yo'l uzoqlik. Mayli, unda kontr bosamiz. Bolalar hisoblab chiqdim, go'sht, piyoz, bu xullas 8 kishiga 200 ming yig'sa bozorlar ideal bo'lar ekan. Sen bilan qo'shib hisoblaganda 5 kishi qoldik. Qolgan 3 kishichi. Pulni eshitib ketyapti ular. Chiqsa-yu 5 kishi bilan ham dacha ideal bo'ladi. Ko'ngilni cho'ktirmaylar. 4 kishi bilan ham chotki bo'ladi. Mana dachani egasi. 2 million qolgan, bersanglar. 2 million qolibdi. 4 ga bo'lsa 500 mingdan tushadi, ha? Ana 2 millionni eshitib ketib qoldi ular. Chiqsa-yu do'stim, ko'ngilni cho'ktirma. Ikkalamiz bilan ham chotki bilyard o'ynab dam olsa bo'ladi. Odam podam emas ekansizlar.